Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Mana 6-Respublika kitobxonlik haftaligiga start berildi. Haftalik davomida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda markazimizga kelgan yangi badiiy adabiyotlar ko'rgazmasidan bahramand bo'lasiz. Shu bilan birga ochiq osmon ostida mutolaa zavqidan bahramand bo'lasiz. Mahorat darslari va kitobxonlik bellashuvlari. Barchalaringizni Sardoba tumani axborot kutubxona markazida kutib qolamiz. Vatan bizda